Birinchi masala temir 2 oksidi va mustaym borat 48 gram aralashma olindi. Aralashmadagi temir va temir 2 oksidining modda miqdorlari o'zaro teng. Ushbu aralashma teng qismga bo'lindi. Birinchi qism yetarli miqdordagi suyultirilgan sulfat kislotada eritildi. Natijada gaz ajraldi va idish tubida erimagan bir xil cho'kma qoldi. Ikkinchi qism issiq konsentrlangan sulfat kislotada to'liq eritildi. Bunda barcha metallar maksimal oksidlanish darajasigacha oksidlandi va o'tkir hidli gaz ajraldi. Ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan eritma avval suv bilan suyultirildi, so'ngra birinchi idishdagi eritma bilan aralashtirildi. Natijada birinchi idishdagi cho'kma to'liq erib ketdi va hosil bo'lgan yakuniy eritmada temir ionlarining barchasi bir xil oksidlanish darajasida ekanligi ma'lum bo'ldi. Demak, 5 ta topshiriq bor. Shu topshiriqlarni bajarishni boshlaymiz. Demak, birinchi navbatda reaksiya tenglamalarini yozamiz. Demak, birinchi suyultirilgan sulfat kislota temir bilan oksidlanish qaytarish reaksiyasiga kirishadi. Bunda oksidlovchi vodorod bo'lgani uchun, demak, temir faqatgina 2 plus 2 oksidlanish darajasiga o'tadi. Demak, birinchi reaksiya demak temir plus nimada H2SO4. Demak, H2SO4 suyultirilgan bo'lgani uchun temir SO4 bo'ladi. Vodorodni oksidlagani uchun vodorod gaz ajraladi H2. Ikkinchi temir oksidi plus H2SO4. Shu yerda oksidlanish qaytarish reaksiyasi bo'lmaydi. Ion almashish reaksiyasi bo'ladi. FeSO4 plus suv ajraladi H2O. Endi mis bilan suyultirilgan sulfat kislota reaksiyaga kirishmaydi. Chunki vodorodni oksidlagani uchun, demak, vodoroddan passiv metal mis shuning uchun reaksiyaga kirishmaydi. Ikkinchi holatda endi konsentrlangan sulfat kislota qizdirilganda kuchli oksidlovchi bo'ladi va demak sulfat ionlarini oksidlashni boshlaydi. Bunda temir 3 oksidiga o'tadi. Demak, temir plus H2SO4 demak temir 2 SO4 3. Keyin o'tkir hidli gaz SO2 ajraladi, suv hosil bo'ladi. Ikkinchisi temir oksidi bilan ham oksidlanish qaytarish reaksiyasiga kirishadi. Konsentrlangan sulfat kislota bunda temir 2 ionlar temir 3 ionlargacha oksidlanadi va demak temir 2 sulfat, temir 3 sulfat hosil bo'ladi. Demak, o'tkir hidli gaz va yana shunday reaksiyaga kirishadi. Mis ham demak konsentrlangan sulfat kislotada eriydi va mis sulfat hosil qiladi. Yana SO2 chiqadi, plus nima bilan H2O ajraladi. Endi reaksiyalarni tenglashtirsak, demak bu reaksiyalar teng, bular teng. Demak bu temir demak 2, demak bu 2 bo'ladi. Demak bu 6, bu 3, demak bu ham 6 bo'lar ekan. Ikkinchisi demak bu 2 bo'ladi yana. 2, demak H2SO4 ga 4 bo'ladi. SO2 ni o'zi suvni oldiga qanday qo'ysak, nima bo'lar ekan. Demak, buni reaksiya tenglashtirsak buni yo'q. Ana barcha reaksiyalar tenglashdi. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Demak, ikkita aralashma suyultirilgan. Demak, bu suyultirilganni sababi demak bu konsentrlangan sulfat kislota bo'lib qolsa, demak birinchi reaksiyaga demak temir, demak birinchi eritmadagi temir 2 oksidlar va misni demak bu konsentrlangan holatda qolsa, demak oksidlab bo'lishi mumkin. Shu uchun suyultirilgani uchun, demak bu albatta bu yerda endi nima bo'ladi? Temir 3 oksidlari misni, demak birinchi holatdagi mana mis cho'kmasini nima qilishni boshlaydi? Oksidlashni boshlaydi. Demak, reaksiya qanday davom etadi? Endi plus F2 SO4 3 demak nima hosil bo'ladi? Mis sulfat hosil bo'ladi. Endi oksidlanish qaytarish reaksiyasida temir 3 ionlari misni oksidlaydi va temir mana bunday hosil bo'lib qoladi. Ana endi bu yerda eng muhim narsa demak nima deganda? Demak bir xil oksidlanish darajasida ekanligi ma'lum bo'ldi temirni. Demak temir ionlarini. Demak mana bu yerdagi jami temir 3 ionlari mana bu reaksiyaga kirishgan. Shuning uchun demak mana bularning hammasini demak endi x deb mollarni olsak, demak shart yozsam mana buni x desak, demak bu x bo'lsa, demak bu ham x bo'lib qoladi. Demak moli teng bo'lgani uchun. Ana endi demak bu x taqsim 2 bo'ladi. Mana bu ham x taqsim 2 bo'ladi moli. Demak buni ham x taqsim 2 bo'ladi. Bu ham x taqsim 2. Demak bu demak shamasi x taqsim 2 bo'ladi. Demak
Bu ham shunday. Keyingisi mana bu ham x taqsim 2 bo'ladi. Chunki yarmi reysga kirishgan. Olda mana bu nima bo'lib qoladi? Demak x taqsim 4 bo'ladi. Demak yarmida buni. Demak bu ham x taqsim 2 bo'lsa, bu ham x taqsim 4 bo'ladi. Demak jami temir. Demak uch yonlari x taqsim 4 plus x taqsim 4. Demak jamisi qancha ekan? X taqsim 2. Endi mana bu cho'kma to'liq yetib ketgani uchun bu demak bular demak psixometrik nisbatda. Demak bu ham qolmagan. Demak xo'sh, bu ham x taqsim 2 bo'lar ekan. Bu misning yarmi edi. Demak qolgan yarmi mana bir reaksiyaga kirishgandi mana. Demak bu ham nima bo'lib qoladi endi? X taqsim 2 bo'ladi. Demak misning moli ham nima bo'lib qoldi bizga? Endi n demak misning moli ham teng bo'lib qoldi. X taqsim 2 plus x taqsim 2 bu ham x teng bo'ladi. Ana endi demak asosiy xo'sh ma'lumotni aniqlab oldik. Demak hammasi moli x dan ekan. Bu ham nima bo'ladi? X mol bo'lib qolar ekan. Endi buni molar massalarini molga ko'paytirib 48 ga tenglashtiramiz. Demak temirning molar massasi 56x plus temir 2 oksidniki 56 plus 16 62 bo'ladimi? 56 yo'q, 72 bo'lar ekan adashimiz. Demak 72x demak plus 72x xo'sh qo'shilgan. Demak biz 64x teng bo'ladi 48 da. Demak bu yerdan x barobar bo'ladi 1 taqsim 4 ga. Shu 1 taqsim 4 deb yozish qulayroq hozir. Kasr sonlar bilan ishlagandan ko'ra oddiy kasr bilan ishlagan ma'qulroq. Ana endi demak shartlarni bajarishni boshlaymiz. Demak birinchi sharti nimada? Ajralib chiqqan vodorod demak birinchi idishda suyultirilgan sulfat kislorod ta'sirida ajralgan gaz majini aniqlang. Demak VH2 ekan. Demak normal sharoitda. Demak bu x taqsim 2. Demak x taqsim 2 bo'lsa, demak bu 1 taqsim 8 bo'ladi. Demak 1 taqsim 4 ni yarmida bu x 1 taqsim 4 ga tegmagani uchun yarm 1 taqsim 8 bilan ko'paytirilgan 22/4 bo'lsa, bu 2/8 litr bo'lar ekan. Birinchi sharti. Ikkinchi demak nima degan shartiga? Xo'sh, ikkinchi demak idishda konsentrat sulfat ta'sirida ajralgan gaz majini aniqlang. Demak SO2 larning hajmini so'rayapti. Demak V demak SO2. Demak buni mollarini aniqlasak, demak buni moli. Demak xo'sh 2 ga bo'lib, demak bu 3x taqsim 4 bo'lar ekan buni moli. Xo'sh buni 2 ga bo'lsak, x taqsim 4 bo'lar ekan buni moli. Bu x taqsim 2 bo'lsa, demak bu ham nima bo'ladi? X taqsim 2 bo'ladi. Endi molni aniqlasak, demak 3x taqsim 4 xo'sh plus x taqsim 4 plus x taqsim 2. Xo'sh demak barobar. Demak bu x bo'ladi. Demak 3x taqsim 2 ko'paytirilgan 22/4 hajm ekan bu. Demak nima deymiz? Ko'paytirilgan 22/4. Demak bu barobar, demak x demak 3x taqsim 2 ko'paytirilgan 22/4. Demak bu ham barobar bo'ladi. Buni qisqartiramiz va x joyiga 1 taqsim 4 qo'ysak, 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 11/2. Bu ham barobar bo'ladi 8/4 litr bo'lar ekan. Uchinchi sharti endi demak bu 1 edi vodorod hajmi. Bu 2 edi. Endi uchinchi sharti ikkinchi idishdagi metallar to'liq erishi natijasida hosil bo'lgan temir uch sulfatlik massasini aniqlang. Demak ikkinchi idishda demak hosil bo'lgan temir uch sulfat demak x taqsim 4 mol, demak va x taqsim 4 mol ekan. X taqsim 4 plus x taqsim 4 ko'paytirilgan molar massasi demak 400 ga teng. Barobar bo'ladi bu. Xo'sh, x taqsim 2 demak 1 taqsim 8 bo'lar ekan. Demak 1 taqsim 4 keltirib qo'ysak ko'paytirilgan 400. Bu ham barobar 50 gram bo'lar ekan. Demak 4-chi shart endi. Xo'sh, ikkala idish mahsulotlar aralashtirilgandan so'ng hosil bo'lgan yakuniy eritmadagi tuzlarning umumiy massasini hisoblang. Xo'sh, demak umumiy tuzlar nimalar hosil bo'ldi? Faqat temir F2 FeSO4 va nima hosil bo'lib qoldi? Mis SO4. Demak nima hosil bo'lgan ekan? FeSO4
va mis isotut. Endi demak, bu yerda faqat bir xil tuz bo'lgani uchun, demak, temirning barcha temir demak nimaga aylangan? Temir sulfatga aylangan. Mis ham cho'kma to'lgani uchun, demak, bu ham to'lib mis ham mis sulfatga aylangan. Shuning uchun, demak, buni moli endi ikkitadan demak, bu demak, birinchisi x/4 plus x/4 bo'lib qoladi. Feosotitning massasini topmoqchi bo'lsak. Demak, m1 desak buni, demak, x/4 ko'paytirilgan molyar massasi. Demak, molyar massasi 152 ga teng ekan buni. Bu teng bo'ladi x/2 ko'paytirilgan 152 barobar. Uzr, xato qilib yorimiz. Demak, barchasini topishimiz kerak ekan nimadan. Demak, davom etamiz. Demak, barcha temir nimaga aylangan? Temir 2 sulfatga aylangan. Shuning uchun, demak, temirning jami moli, demak, buni m1 deb olsak, temirning jami moli x, demak, temir 2 oksidning moli x ko'paytirilgan necha bo'ladi? Buni molyar massasi. Demak, molyar massasi nechaga teng bo'ladi buni? 152 ga teng bo'ladi. Demak, x plus 2x bo'ladi. Joyiga keltirib qo'ysak, demak, 1/2 ko'paytirilgan 152 bo'ladi. Demak, bu barobar 76 gram ekan. Endi ikkinchisi misni topsak endi, demak, misni moli x yoki 1/4 ko'paytirilgan 160, demak, bu ham barobar 1/4 ko'paytirilgan 160, demak, barobar 40 gram bo'lib qolar ekan. Demak, jam massa m barobar, demak, m1 plus m2, demak, barobarlar bu ikkini qo'ysak 116 gram ekan. Endi oxirgi 5-sharti nima uchun ikkinchi idishdagi eritma birinchi idishga qo'shilganda oldin suv bilan suyultirildi. Agarda suv bilan suyultirilmasa, u konsentrlangan holatda qolgan bo'lsa, demak, birinchi eritmadagi misni va temir 2 ionlarini sulfat kislota oksidlash boshlardi. Demak, bu jarayon boshqacha kechgan bo'lardi.